Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Yato. Hammaga ma'lumki, xazna ilovasida biz screenshot ola olmaymiz, lekin yaqinda xazna ilovasi yangilandi va screenshot olish uchun ruxsat berish degan option qo'shildi. Va bu optionni qanday qilib yoqish kerakligini men sizga o'rgataman. Birinchi navbatda xazna ilovasiga kiramiz. Albatta kirishingizdan oldin o'zingiz kodingizni so'raydi. Men oldin kirganligim sababli hozir mendan o'zimni security kodini so'ramadi. O'ngdan pastda menu tugmachasini bosamiz va o'ngdan tepada настройки, ya'ni parametrlarga kiramiz. Ko'rib turibsiz, bu yerda 6 ta option turibdi. Bizga keraklisi xavfsizlik. Albatta bu o'zingizning kirish kodingizni so'raydi. Va bu yerda parolni o'zgartirish, pin kodni o'zgartirish, ishonchli qurilmalar, desktop qurilmasini ulash, xazna security va hokazo. Bizga kerakli narsa xazna security va bu tugmachani bosamiz. So'ngra xazna ilovasi bu sizmi yoki siz emasmi degan maqsadda Face ID so'raydi. Bu biroz vaqt oladi. Ko'rib turibsizki, VPN faol vaqtida xazna ishlashini cheklash, screenshot olishni taqiqlash va hokazo optionlar bor. Birinchi navbatda sizga aytib o'tamanki, VPN faol vaqtida kirishni cheklash degan option yoniq turgani yaxshi, chunki VPN yoniq payti kimdir sizning akkauntingizga yashirincha kirishi mumkin. Va buni oldini olish uchun maslahat berardimki, VPNni yoniq paytida xazna ilovasiga kirishni taqiqlash turgani yaxshi. Ikkinchisi, bizga kerakli option screenshot olishni taqiqlash. Va bu men o'chirib qo'yganman. Shu sababli hozir bemalol xazna ilovasida ekran yozuvini ola olyapman. Agar buni yoqsam, ekran yozuvini ola olmayman. Va bu ikkinchi option sizda yoniq turgan bo'ladi. Shuni kirasida o'chirib qo'yasiz. Va qarabsizki, ortga qaytamiz. Asosiy screenshot olindi. Buni tekshirish uchun galereyaga kiramiz.